Hürmetli vatandaşım, evet kilikçimizi başlayımız. BBC, Reis Xi Jinping'in yeniçi devletler münasebeti teşebbüsüge. Prezident Obama kızıkmaydı. Mozulu haber 9. ayının 1. günü BBC'nin Xitay Tel programısı da ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cungo'nun devlet reisi Xi Jinping 9. ayda Amerika Koşmuş Ştatlarını ziyaret kıldı. Bu qatımkı ziyaret reis Xi Jinping Cungo'ga reis bulup saylangandan keyin onun Amerika Qo'shma Shtatlarini tunji qatim ziyaret qilishıdır. Amerika Cungo münasebet dünyada en mühim münasebet, en sezgür, en murakkab qo'sh taraflik münasebetdir. Cungo Amerika Qo'shma Shtatlari ikki davlat rahbarlari uchrashganda ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni vaqtliq pasaytirishi mumkin. Keng masalalar bo'yicha fikr almashtirishi mumkin. Lekin Cungo tashabbus qilayotgan Cungo Amerika yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabati deydigan munosabatga Amerika taraf hozirgacha yetarli qizg'inligini oshkorlamadi. Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi 2013-yılı 9. ayda Amerika'da Brezhnevskiy ilmiy jamiyatini nutq so'zlaganda Cungo Amerika o'rtasida yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabat o'rnatish masalasini tafsiliy sharhlagan. U mundaq degan, Reis Xi Jinping yangicha cho'ng davlatlar munosabatini to'qinishmaslik, qarshilashmaslik, o'zaro hurmat qilish, hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilish deb ko'rsatgan. Wang Yi davomlashtirib mundaq degan. Tarixda yangi davlatlarning bosh ko'tarishiga to'qinish yoki urush ergishib kelgan. Lekin hozirgi dunyo tarixdagi dunyoga o'xshashmaydi. Qarshilashganda har ikki taraf ziyon tortadi. Cho'ng davlatlar munosabat o'rnatishning negizlik prinsipi bu prinsip, ya'ni o'zaro bir-birining jonijon manfaatini hurmat qilish nima o'z ichiga oladi. Cungo 9. ayının 3. günü Yaponga qarşı urush g'alabasining 70 yilligini xotirlaydi. Prezident Obama'nın alayda elçisi Aqsaray Davlat Bexatarligi komitetining maslahatchisi Sözün Rais Hanım 8. ayının 28. günü Cungo'nu ziyaret qilib, Yangjechi Wang Yi Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Sözün Rais Hanım Amerika taraf Cungo taraf bilan birlikda Reis Xi Jinping'ning Amerikani ziyaret qilishiga aktiv tayyorlik qilishni, ikki davlatning hamkorligini cho'nqurlashtirishni, ixtiloflarni muvofiq bir taraf qilib, Reis Xi Jinping'ning Amerika ziyoratini g'alabaga erishtirishni xohlaydi deb ko'rsatdi. Sözün Rais Hanım Cungo Amerika yangi davlatlar munosabat deydigan bu hukmga munosabatlik mazmunlarni eg'izga olmadi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. İki taraf ya ikki davlatning jonajon manfaati degan hukmni tunishda farq bor. Masalan, jonajon manfaati degan hukmni Xitoy o'tirib qo'ydi. Bu hukmni tunishda Amerikaning tunishi bilan Cungo'ning tunishi o'rtasida farq bor. Amerika amaldorlari mundaq deydi. Cungo takrorlayotgan jonajon manfaat kategoriyasini Amerika taraf to'liq bilishga chorasizdir. Jonajon manfaat kategoriyasini Amerika tarafdan to'liq bilishiga chorasizdir. Cungoliklarning og'ziga jonajon manfaat Tayvanga, Tibetga, Xinjiangga qaratgan egilik huquq talablarini o'z ichiga elib qolmasdan, ya'ni Janubiy Cungo dengizida Yaponiya bilan bo'lgan egilik huquq talash tortishi, Sharqiy dengizda Janubiy dengizi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan Cungo o'rtasida talash tortishlarni o'z ichiga oldi. Diqqat vatandaşım. Bu yerda Cungoliklarning og'ziga joni-jon manfaat masalasi Tayvanga, Xinjiangga qaratgan egilik huquq, Tayvanga, Tibetga, Xinjiangga qaratgan egilik huquq talablarini o'z ichiga olib qolmasdan, ya'ni Janubiy dengizda Sharqiy dengizda Yaponiya bilan bo'lgan egilik huquq talash tortishi,
Janubiy dengizda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan egilik huquq talash tortishlarni o'z ichiga oladi dedi. Xitoyning og'zidagi jonijon manfaat ani yuqoriqilardan iborat ekan. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı buni yetarli qiziqish bilan muomala qilgan emas.